Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Shayton aytayapti: Robbingiz sizlarni farishtaga aylanib qolmasin va jannatda yoki jannatda abadiy qoluvchilardan bo'lmasin debgina shu daraxtni yeyishdan qaytardi deydi. Va yana davomida vaqasamahuma, qasam ichyapti shayton. Inni lakuma laminan nasihin. Men sizlarga nasihat qiluvchiman deydi. Ya'ni yuqoridagi gaplarni nasihat qiluvchiman. Bu gaplarim nasihat sizlarga deyapti. Demak, ko'ryapmizki, shayton bu yerda nasihatchini to'ni